Hammaga salom do'stlar. Sizlar Tony X Plays kanalidasizlar va sizlar bilan bugun Welcome to Holy Reach degan horror o'yinini o'ynaymiz. Va unda biz boshladik. Yana bir gap. Hozirda yangi yil arafasi va yaqinda 2026-yil kirib keladi. Shu munosabati bilan sizlarni yangi yilda katta maqsadlaringga erishib qolishlaringni tilab qolaman. Yangi yil hammamizga omadli kelsin. Ana unda biz boshladik. It was the night before Christmas, and all through the town, O not bizga a car on the road, not a soul nimalarnidir to be aytib found, beryapti. except for one truck on a holiday route, a young woman driving as the flurries came out. 2 stops remained on this blustery night, as cold winds were rising neath fading light. The glow of the houses grew distant and thin, and here, in the dark, our story will begin. Driver, radar's showing that snow front moving in. Keep it slow out there, yeah? Almost done. I cannot wait to get in my warm bed. I am freezing my buns off out here. Hop, mana endi bizga o'tdi boshqaruv. Bu o'yinni oldin ham o'ynaganman. Shunchaki sizlar uchun yana bir bor let's play qilib o'ynab beryapman. Bu yoqda ko'rinmaslik bor. Kirish demak bu yoqqa. Bu qanday do'kon bo'ldi bu? Qandaydir kafe shekilli. Ichiga kiramiz. Yangi yil o'sha mana atmosferasi. Hey, you didn't scratch my car, did you? No, sir. I am always careful. Oh, leave the girl alone. Poor thing already has to work on Christmas Eve. She doesn't need you making it worse. Okay. I was just messing around. Busy night for you? One more after this. Then watch those roads. They're icing up fast. Hey, gapirib bo'ldingmi? Qoch. Xo'sh, seni ham gaping bormi? Gapir. Welcome to Frosty Nuts. Hello. I will pass on the carbs. Hop, bizni But I do personajning have a ismi package mana for you here. o'sha ko'rinib turibdi. Gapirganda chiqyapti my ismi. bad. I've had Rachel. a long day. Oh man. Va I'm not supposed to biz leave the counter unattended. Can you put that nima package desam in the bo'lar back room ekan? for me, O'sha please? yetkazib beruvchi kuryer bo'lib ishlaymiz. O'sha dostavchik bo'lib ishlaymiz. Va hozir o'z ishimizni qilamiz. Adashmasam, xo'sh, bunisi taraflarga ham o'taylikchi. Bu o'yinda ikkita tugallanish bor. O'sha oldin aytganimdek o'ynaganman. Hani ikkida o'sha tugallanishini ham ko'rsatib beraman. Iloji boricha qisqaroq qilib. Qani ketdik endi biz mashinamiz. Yangi yil, qorlar, ajoyib. Qayoqdan boramiz ekan mashina oldiga? Bu yoqqa yo'l yo'q. Bu yoqqa ham yo'l yo'q ekan. Orqasidan o'tamizmi ekan? Ha, bu yoqdan o'tamiz. Adashmasam. Bu yoqdan ham o'tib bo'lmayapti. Okey, demak ana uni orqasidagi xonaga kirmadimi? Esan chiqib qolibdi. Safkalarda olamiz shekilli. Adashmasam. Qani nimani olish kerak? Ha, bo'ldi, ana u dastavkalarda olib oldi, adashmasam. Mana endi
Anavi Qarsildoqmi? Nima deyilardi? Qarsildoq askarlari. Hop. Oh, o'g'ir. Sir? Nop. Oh. Bir Hey, yo'talib kelsang You dropped your bo'lmaydimi, a? truck keys inside. Bunaqa kelish shartmi? Oh, thank you. Oh, rahmat. Okey. Ishlarim ko'p, ketishim kerak. O'tir. One more package. Looks like none of these houses have numbers. I guess I better knock on some doors. I guess I will start there. Xo'p, biz ana endi keldik. O'sha xo'p. Mana. Voy, yo'q yurib bo'lmasa ekan. Ularni. Yo'q, o'tib bo'lmasa ekan. Mana o'sha ko'rinyaptimi o'zi bu o'yinning nomi Welcome to Holy Ridge. Bu o'sha mana bu mahallani nomi shekilli. O'sha Holy Ridge. Hop, boshladik. Delivery service! Looks like nobody's home. I guess I will try the house across the street. Hop, bu uyda adashmasam hech kim yo'q, chiqmadi-yu. Lekin ichkari bezatib qo'yilgan. Hech kim yo'q. Mayli. Hello, delivery service. Salom. Kimdir bormi? Again? Well, next door maybe? Hop, mayli. Bunisi uyda ham hech kim yo'q. Hop. Mayli, yana bir bor dedi. Kirsa bo'ladimi? Oho, bu uyda hech kim yo'qligi aniq-ku. Hello, I have a package. Oh, bagi bor ekan. Kuzik bor ekan uyda, kuzik. Maybe they are home next door? Hop, bu uyda it bor ekan. Keyingi uyga boramiz, demak. Delivery service. Bu yetkazib berish xizmati. Of course, it's always the last house I pick. Nega endi? Check the last house. Hop, oxirgi o'sha uyni borib tekshir deyapti. Mana bu oldida endi oxirgi uy. Bu mahallada hech kim yo'qligida bu hammasi bir no Amerikada adashmasam bu joy. Amerikaliklar bilasizlar. O'sha bir joyda ko'p turishmaydi. Har mavsumda aylanishga ketishadi adashmasam. Shunday shekilli. Hammasi yangi yilga o'sha boshqa shtatlarga aylangan ketishga joy. Hop, mayli. Delivery service. Yetkazib berish xizmati. Please help me.
bolakay. Oh my god! Iltimos yordam bering. Honey, I am coming in to help you. Oh xudoyim. Asalim, hozir men senga yordam beraman tezda. Hop, eshikni ochdida. Oh. Oh no. Bu yerga kirish kerakmi o'zi? Oh, lekin yaxshi shekilli uy. Oh no, qaranglar. Bizga kimdir qildi. Oh, yo'qolib qoldi. Eshik qulf. Qulf shekilli, u yoqda ham eshik bor ekan. Hop, shu yoqqa kiramiz. Voy, bow. Ancha hamma yo'q. Hey! Oh no. What the hell? Oh no. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Chiqish kerakmi bu yoqqa? Oh! Nima bo'ldi hozir? Ya bizni sudrab ketyapti. Hech narsa qilib bo'lmayapti. Are those bodies? Aytyapti, qonni hidi anqib ketgan deyapti. Blood. Biz o'sha qandaydir bir anu Cage? maniakni qo'liga tushib qoldik shekilli, anu Before he comes back. maniak deyman-da endi. O'sha qanday ta'rif berish mumkin? Shu qotil emas-da bu. Voy, nima qilish kerak ekan? Okey, mana bu narsani olib uzdik. Kirib chiqib olamiz endi. Bu anu bir yollama qotil emas-da, unaqaga o'xshamayapti-da, bir anu prosta qiziqishga o'ldirib yuboradigan o'sha maniaklarga o'xshayapti. Hop. Bu o'sha anu nima deyiladi endi bu? Bu nima deyapti endi? G'alati tovushlar chiqarib. Oh. Hamma yoq rasvo. Hop, mayli, bunaqa rasvogarchiliklarni ko'rsatib o'tirmaymiz. Hop, mana shunaqa qog'ozlar chiqadi-nu, tarjima qilib o'tirmayman. Agar qiziq bo'lsa, o'zlaring to'xtatib, bemalol tarjima qilib olishlaring mumkin. Hop, oldida kalit ham turibdi. Kalit nima bo'ladimi? Yo'q, hozir bo'lmayapti bu kalitni. Yo'q bo'ladi. Ay. Ha, oldik kalit. Okey. Mana bu eshikning kaliti bo'lsa kerak. Ochdik. Oh, yana haligi ko'z turibdi. It's so dark in here. Honey? Asalim? Qayerdasan? Oh. Bu yer kodli ishi bor ekan. Hop. Kodini bilaman, do'stlar, aytdim, oldin ham o'ynaganman. Shunchaki hozir sizlarga uyni tanishtirmoqchiman. Hop. Sezgan bo'lsalaring, mana u qo'g'irchoq tikallasi bizga qarab qolyapti. Qaranglar, hozir u yoqqa qarab turibdi. Hozir bunday orqaroqqa yuraman-da. Qaranglar, mana bizga qarab qo'ygan. Ha, mayli. Buni qaranglar. Bu nima? Cho'chqa. Nima qilyapti u tilini chiqarib? Oh. Kim bu? Uy. What was that? Uy. I have got to Nima get out edi of bu? this house. Nima edi u endi? Oh, bu nima? ID kartami? O'sha erkakning ID kartasi ekan, ko'rinmayapti. Okey, demak adashmasam, qo'y.
Barmog'imi? Barmog'imi? Yoki mayli. Qarama unday. Qarama menga unday. Voy. Voy. Tepaga yo'l bor ekan. Chiqamiz. Oh, qulub. Oy. Voy, skrimerlar ham bor edi o'yinda. Xo'p, bu yoqqa kiramiz. Qayerdir yotoqxona. Bu yerda oldin kimdir yashaganmikan? Oh, yana bitta ID karta. O'sha erkakning ID kartasi. Joseph ekan ismi. Okey. Hop, bu yerda nimadir qilishimiz kerak emasmi? Okey, demak bu yerda hech qanday ishimiz yo'q adashmasam. Ha, yo'q, bor ekan. My name is Jimmy. I'm using this tape recorder because I do not know what else to do. I was taking the trash out when I heard this sharp pop. Not loud, just wrong. I must have blacked out because the next thing I O'yinda mana knew, shunaqa I was inside dialoglari this bor. house. Everything in here feels staged. No, buni like a o'tkazib killer's yuborib ham place in a bo'lmaydi. movie. Mana shu eshitib But turish nothing kerak. moves. Nothing attacks. It is the window that gets me. They're boarded up. But I can still see my neighborhood through the cracks. Like this house is trying to fool me. And earlier, I saw something. At first, I thought it was a shadow, but it was shaped like a person. It stood in the doorway looking at me. I swear it looked like a ghost of whoever lived here before. But when I blinked, it was gone. I do not know how long I have been trapped in this place. Orqamizdan hech kim kelib If you qolmaydi find ekan. this recording, maybe the house pulled you into. I hope you Bo'lishi find a way mumkin, out lekin before ko'p whatever bo'ladi that thing is horror comes o'yinlarida. back. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Endi o'sha keyingi mana bu yerdagi xonalar ochildi shekilli. Ha, ochildi. Voy, bitta o'shani. Oh. O'ylashga ham hali qo'rqadi odam bitta nima bo'lgani. Okey, bu yerda mana yana o'sha ayolning ID kartalari ekan. Xo'p, mayli, bu yerdan chiqib ketamiz. Bitta rostdan ham bir maniyak yashaydimikan, qanaqadir bir ruh yoki bir boshqa narsamikan? Oh, buni tanisalaring kerak. Agar streamga qiziqsalaring, gaming o'sha olamida bu insonni tanisalaring kerak. Shu mashhur streamer. Adashmasam bu o'yinda ham o'ynagan, stream qilgan. Hop, yana bir ID karta. Oh. Hop, mayli, pastga tushamiz. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz bu yerda nima qilamiz? Bir boshqa ish qolmadi shekilli bu yerda. Bormikan? Zanjirlab tashlabdi ishini. Hop. Voy, men bitta qo'g'irchoq o'tiruvdi, yo'q bo'lib qolibdi-yu. Ana tepada ko'rdim, o'sha yoqqa chiqib ketdimikan u? Okey, bo'lishi mumkin. Okey. Hop, bu yerda ham adashmasam qiladigan ish qolmadi. Tushunarli. Endi buni kodi necha edi? 7, 8, 5, 3 edi. Lekin mana shu kodni topishga rosa qiynalganman. Qaranglar. Mana bundamikan deb kelib
yoqib olganman. Voy, qanday yoqardi buni? Eshitdinglar? Mana shunaqa bir g'alati tovushlar chiqarib turibdi-da, buni tushunguncha bir nima qilib topib olganmanki. Xo'p. Ochil, open. Ochiq. Hop, qani ketdik. What? This is an exterior wall, but I can't even see the end of this. Please, don't let me die in here. Honey, just hold on. I am coming. Asalim, hozir men boraman. Dedi o'sha bizning personajimiz. O'sha biz yosh qizaloqni qutqarishimiz kerak. Uni maniak o'g'irlagan umuman olganda, adashmasam shuna bo'lsa kerak. Voy, ana ajoyib bu. That tunnel was so long. Where am I? Is this the same house? Where's the little girl? She has to be nearby. Ana xona bu. Qanaqadir bir anu marosimda o'tkaziladigan joymi ekan deyman. Voy. Yo'q, shu yoqqa o'tib bo'lmayapti. Voy, mana buni qaranglar, to'g'rimizda nima turibdi. No way am I going down there. U yerga borishni xohlamayapman deya. Yo'q, u yerga borib ham bo'lmas ekan. Demak, voy, bu yoqda yo'l bor. Okey. Bu yerda nima bo'lganini ko'rsatish kerak. Demak, qanaqadir yong'in bo'lgan va yana bir bor mana u dialogni eshitamiz. Okay. I found an old axe wedged behind one of the doors. I thought if I hit the wall hard enough, I could break my way out. But when I swung, the plaster did not crack. It peeled, like it was just a layer hiding something else. Underneath was a tunnel. I crawled in because I had no other way to escape. By the time it opened up, everything was wrong. This place looks like a house melted into a furnace. Rusted metal walls, heat stains everywhere. And the things I keep seeing, they are not normal. Huge spiders crawling across the ceiling and burned bodies slumped in the corner like they've been stuck here for years. Some of them look like they moved. I heard the boy again, calling for help from somewhere deep in all of this. I think he's trapped in here too. Or something wants me to follow his voice. Hop, mana tugadi dialogi. Hop, agar do'stlar ingliz tilini yorib o'raman deydiganlar bo'lsa, bemalol o'zlaring tarjima qilib olishlaring mumkin. Boshdan oyoq buni bittalab tarjima qilib o'tirgan. Uzun dialogda vaqt ketib qoladi. Shuning uchun o'zlaring bemalol tarjima qilib olaverasizlar. Hop, ikkita pastga belgi. Bu nima? Voy, bu ana bizning mashinamiz-ku. Nega pachoq bo'lib ketgan? Bu ana o'rgamchi-ku, ana yerda pastda turgan. Hop. Demak, o'rgamchi boshqa yoqqa ketgan bo'lsa. Okey, pastda ochilibdi. Hop, bu yerda eshik bor, lekin qulf. Demak, biz ochishimiz. Okey. Qulf. Bu adashmasam biz shu ana o'zimiz kelgan eshik edi. O'sha ana nima ovoz ekan endi? Bunisi qulf. Keyingisida nimadir borda bor. Screamerga tayyormiz, qani ketdik. Voy, bildirmay turib berdi-da. Kim turib berdi.
Bu yerda hech narsa yo'q. Oh, mana. Hani ochil. Okey. Eshik ochildimi ekan? O'sha pastdagi. Qaraymiz. Qulf. Ha, okey. Mana bu yonimizda mana bunaqa narsalar chiqishi kerak. Xo'p, bularni qanday edi? Xo'p, ikkitasi pastga va qolgan 3tasi tepaga. Chunki o tepada ikkita pastga strelka bor edi. Mana ikkita strelka o'shani nimasi? O'shanga berdi, короче. Boshidagi ikkitasini nima qilish. Ana tushunmaganman, lekin ancha qiynalganman. Hop, eshikni ochdik. Ani kirdik. Hop, bu yerga o'tirib kiramiz. Hop. Urgamchik. Another tunnel? Yana That bir little tunnel. girl had to go this way. Bu yerga kirishimiz kerak. Kichkina qizaloqni chiqarishimiz uchun. Please. So what? I can't get Tezroq, out. Just stay where you tezroq are. olib chiqing. Okay, honey? I won't leave you. Qani, assalom degani. Hop, qani ketdik. Qayerda ekan u qizaloq? Shunaqa bir uzoqdan ovozi kelyapti. Eshityapman-da bor uni. Qayerda yotibdi u qizaloq? I don't think I can do that again. Xo'p, biz yana bir o'sha turnirga kirdik. Adashmasam mana o to'g'rimizda ana o'sha yuk mashinamiz turibdi. Va biz o'sha ana to'g'ridagi uyni ikkinchi qavatidamiz. Adashmasam. Oh my god. There's my truck. I just have to get out of this ko'rsatyapti. house. Honey, can you hear me? Assalom, shu yerdamisan? Yaxshimisan? Yes. I Yaxshiman. am here. My name is Rachel. Men ham What is yaxshi. your Mening name? ismim Rachel. Sening isming deyapti. Rachel? That's my name. Really? Mening ham ismim You are Rachel Rachel too? deyapti. Aw. Ano, We're like sisters realniy then. rostdan ham. Hey, it's Ha, alright. okey, короче, shunaqa tarjima happened? qilishni juda How did you get yoqtiravermayman. Bo'lmasa u tarjima qilib o'tirish. I don't remember what happened. Aralashib ketadi gaplaring. Everything feels wrong. Shh, it's going to be okay. I will find you and get us both out of here. Okay? My head hurts. Rachel? I have to see if I can find where she is. Shuning uchun ana ingliz tilini bilsanglar, wow. O'sha ingliz tilini bilsanglar, o'zlaring bemalol tarjima qilib olaverasizlar. Shuning uchun ana dialoglar chiqqanda mikrofonni o'chirib turibman. Shu gap aralashib ketmasligi uchun o'zlaring bemalol agar o'sha speakinglaring zo'r bo'lsa, ana eshitib turib ham tarjima qilib olasizlar. Agar o'sha grammatikada zo'r bo'lsanglar, pastdagi o'sha chiqyapti dialog, o'shandan ham tarjima qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mayli. Oh, Santa, Qorbobo. Lekin yovuz. Oldiga boramizmi? Ketdik. Qorbobo. Hoy. Hoy. Hoy, Santa. Oh, bo'ldi, qulf eshik. Voy. Nimani ovozi endi? Xo'p, mana. Okey. Men bu qurolni olsa bo'lmaydimi? Rosa kerakli narsada, lekin bunaqa horror o'yinlardan bo'lmas ekan. Xo'p. Qulf
qulf. Nega qulf? Chunki topshiriq berilgan bizga. O'sha ana shamlarni yoqib chiqish kerak. Lekin voy. Mana bunaqa shamlar bor, shu shamlarni yoqib chiqish kerak. Hop, bu o'sha biz hozir yopiq turaversin. Biz kelgan eshik. Hop, yana qayerda sham bor? Bunisi eshik qulf. Ana sham yana. Yoqamiz va yana mana bu yerda ko'rdim. Va mana bu yerda ko'rgan edim. Ana. Bir nima o'zgardimi? Pastga yo'q. Nimaga noto'g'ri qildimmi? Xo'p, adashmasam hamma shamni yoqish kerak emas edi-da. Shu boshidagi bittasi bilan oxiridagi bittasini yoqish kerakmidi? Bular o'chirib qo'yik. Qani. Bo'ldi, adashmasam ana. Okey. Shunaqa. Eshik qulf, lekin past ochildi. Oh. Qani. O'sha bu eshik qulf. Bir ochiq umuman. Xo'p. Bir qulf. Ha, mana. O'sha bu eshikni ochish uchun mana bu zanjirlarni ochish uchun kalit kerak, bizga kalitlar kerak va mana kalitlarda qayerdaligini rasm bilan ko'rsatib qo'yilgan. Bu joyni esladim. Va hozir o'sha joyga boramiz. Xo'p, bu yerda nima bor? Oh. Bu yerda bir bizga kerakli narsa yo'q-a? Okey. Kimdir o'sha o'lyapti shekilli. Okey. Biz kalaska deyiladimi? Voy! Qo'rqitdi. Mana o'sha kalit. Olamiz. Dik, ochamiz. Hop, ana. Bitta eshik ochildi. Kimnidir qo'yaptimi? O'sha yana ikkita zanjir qoldi. Hop. Ovoz kelyapti. Mana bu xona ochildimi? Yo'q, bu xona ham qulf. Qulf. Okey, ochiq. Xo'p. Mushuk, soat. Okey, kompyuteri bor ekan. Qayerga borishim? Mana. Kimdir bormi? Qulf-ku bu yer. Ha, mana. Hop, pingvin va kalit. Okey, buni ham ko'rganman. O'sha biz anu birinchi o'sha yerda nima turadi-yu? Mana. Pingvin, o'sha kitoblar. Hop, kalitni olamiz. O'sha bizani kalit bor. Ochamiz.
Okey, qandaydir bizga topishmoq yozib qo'yibdi. Hop. Endi qaysi xona ochildi? Bu xona hali ham qulf. Hop, mana bu xona. Shu xona ochilibdi. Ketdik. Voy! Hali to'satdan kelib qoladi-da skrimerlar. Mana hozir dialog bor ekan yana. Okay, eshitamiz. I wanted to save the boy. I swear I did. Every time I hear him cry for help, I'd run toward it, hoping this time would be different. But it never is. I just end up deeper in the house, farther from anything that feels real. He keeps saying he's in the basement, begging me to come get him. But I know what waits when I follow that voice. That other place. The one that changes every time I go back. I am starting to think the boy is already gone. And whatever is calling me now is not him. It feels wrong. Like an echo that learned how to sound alive. If I still have a chance to get out of here, I think I have to leave him behind. I hate saying that. But I do not think I can save him anymore. Okay. Hop. Mana. Mushuk soat. Okay, buni bitta esladim. Qayerdaligini. Bu yerda edi. Mana mushuk soat. Kalitni oldik. Bu yerda kimdir ko'rindimi? Yo'q. Hop. Och. Okay, biz o'sha oxirgi eshikni ochdik. Go to my truck and call dispatch for help. That way they can help the girl. Down here. I will check the basement and see if she is down there. I have to help her. Xo'p, qaranglar. Ikkita tugurlanish bor deyordimi bu endi. Hozir mana bu aytayapti, bu yerdan chiqib ketaman deyapti, keyin yordam chaqirib kelaman deyapti. Agar keyin shuna deyodi, orqada o'sha qizcha yordam so'radi. Agar hozir shu yerdan chiqib ketsam, boshqacha yomon tugurlanish bo'ladi. Agar hozir orqaga qaytsam, o'sha yaxshi asl tugurlanish bo'ladi. Lekin mayli, biz qaytamiz. Qizaloqni qutqargani yo'q bo'layliga. Ochiq. Ana, pastda qizaloq. Uka, ke. Uka, qo'rqma. Hozir. I'm going to get you out of here. To'xtab And we tur. can leave together. Uka, men seni qutqaraman hozir. Buni olamiz. Uka, yur. Come on, just follow Okay, close. tashqariga We need to get chiqdik to my biz. truck so I can call for help. O'sha mashinani oldiga boringlar. I will follow you. Uka, sen yaxshimisan? Orqamdan yurgin uka. Ko'tarib olish kerakmi seni? Yo'q, yurishni bilar ekan bu. Yur. Ortimdan yur. Voy, nima bo'ldi? We've got you off GPS. Do you copy? Kimdir otdimi bizni? Yo'q, shu lekin hech kimni ko'rmayapman. Uka, sen ortimdan yuraver. Rachel, please respond. Okay. Nima bo'lganini. Uka, kelaver. Ma'am, can you hear me? Stay awake. Uka, kelyapsanmi? Uka. Stay with us. You're doing great. Uka. Yuraver uka sen. Vitals are improving. Let's go. You're gonna be okay.
Just keep your Xo'p, eyes mana o'sha avariya bo'lgan ekanmiz. Hammasi It's over. o'sha kallamizda bo'lgan. O'sha ya'ni personajimizdagi o'sha boshida ro'y bergan hamma narsa. O'sha qizaloqni qutqardik, adashmasam tirik qoldi bu. O'sha qutqarib qolishdi doktorlar. Tez yordam mashinasi kelib vaqtida. Agar hozir shunday chiqib ketganimda, bu qizaloqni o'sha qutqarilmaganligi uchun afsusda qolar edi va adashmasam katta ehtimol bilan o'lar edimi. Chunki ancha bo'lgan o'ynaganimga, uncha esimda yo'q. Xo'p, mana o'yin tugadi. Nima ham derdik, agar o'yin yoqqan bo'lsa, o'sha nomini bilasizlar, ko'rsatdim, aytdim. O'sha boshlanganda ham birinchi nomi turibdi. O'yin yoqqan bo'lsa, albatta o'zlaring Steamdan yoki o'zingiz tortadigan boshqa saytlardan bemalol tortib o'ynashlaring mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalni rivojlanish uchun obuna bo'ling va albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana do'stlar, o'yin tugadi. Mana o'sha Welcome to Holy Reach o'yini nomi. Qiziqqanlar bemalol o'zlaring tortib o'ynashlaring mumkin. Va albatta yangi yilga yangi baxt tilayman, yangi o'sha qo'ygan maqsadlaringga erishinglar. Yangi yil hammamizga omadli kelsin. Bu videomiz o'sha 2025-yildagi eng oxirgi videomiz, o'sha Let's Play. Keyingi Let's Play'larni Xudo xohlasa 2026-yilda boshlaymiz. Mayli, yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.